Whoa, I can make an M in my sleep, straight up. 17 breaking out a P. Oh God, 18 start selling hard a little B. $100 3-5 a whip from D. Riding down Glenwood, tank on E. All about the money, I ain't never smoke weed. Cool young niggas still take your cheese. Pussy not mine, this bitch for us. The gang is what I trust. Straight up, don't argue, we don't fuss. Straight up, no talking, he get touched. Bunaqasini aniq siz birinchi bo'lib ko'ryapsiz do'stlar. O'zbekiston bo'yicha inshaalloh birinchi bo'ladigan avtomobil va YouTube ijtimoiy tarmog'imizda adashmasam biz birinchi bo'lib qo'yapmiz. Hyundai Palisade gibridning ustanovkasi bilan do'stlar xabarlar bor. Restyling variantlari chiqqan, juda chiroyli. Oldi radiator shotkalari e'tibor beringlar. Oldi faralar kunduzgi va kechki yoritish chiroqlari bilan hamda podsvetkalar juda chiroyli ishlangan. Hamda radiator shotkalarimiz logolarga mos juda katta bo'lib nikel detallari bilan plastmassalar mashinaga juda chiroyli vid berib turibdi. Mana pastda jabralarga o'xshab ushbu qopqoqlarimiz ochiladi mashina yurganda. Hyundai Palisade juda chiroyli kuzov bilan, juda chiroyli saloni bilan chiqdi. Ko'pchilikka juda ma'qul keldi. Range Rover eslatadigan kuzovlar bilan 21 razmer diskalari bilan bu mashinamiz eng full komplektatsiyada 7 kishilik. Bundan fulli bo'lmaydi do'stlar, kaligraf komplektatsiya deyiladi. Mashinamizning orqa ko'rinishlari, orqa spoilerlar juda baquvvat, kattagina faralarga e'tibor beringlar. 6 etajlik orqa faralar bilan jihozlangan Hyundai Palisade yozuvlari. Haqiqatda mashina juda ko'pchilikka ma'qul. Koreyslar o'zlari ham juda yaxshi ko'rib minyapti ushbu avtomobilni. Mashina kam bo'lgan full komplektatsiyasi juda oz partiyalarda ishlab chiqariladi. Ya'ni talab ko'p, taklif oz. Xo'p, mashinamiz mana hali salafonlari ham yechilmagan holatda turibdi. Orqa sidinamiz 3-qator sidinamiz yotqizilgan. Agar o'rta qator sidinam yotqizilsa, bemalol bitta spalni bo'ladi, qoladi. Bu shtorkalarimiz mana bu yerdan yonboshdan chiqadi va bemalol buni mana bu yergacha qo'yilsa, orqadagi har xil yuklar, boshqalar ko'rinmay turadi va buni chiqarib bemalol yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi do'stlar. Mana hatto shu yerdagi mana chiroqlargacha dop opsiya hisoblanadi do'stlar. Sensor ekan, mana men o'zim ham ochig'i birinchi marta ko'rayotgandim. Sensor o'chib yonadigan chiroqlar bilan mana bu tomonni ko'rsatamiz. Xo'p do'stlar, sidinamiz to'liq elektronli yotqiziladi va mana sidinamiz kelib chiqyapti. Hozir buni joy qaytaramiz. 220 volt rozetkalarimiz, 12 voltlik mana prikuritorlarimiz, hamma narsaga joy bor. Sayohatga chiqqanda bemalol rozetkadan foydalansa ham bo'ladi. Mana orqa qatorlarda ham e'tibor beramiz. Podstakanliklarimiz hamda abagrev funksiyalarimiz qo'shilgan. Mana buni chiqarsak bo'ladi do'stlar. Abagrev funksiyalar shu yerdan turib ham bemalol sidinlar ligrovkasini boshqarsa bo'ladi va mana podstakanliklar qo'yilgan. Juda zo'r avtomobil haqiqatda do'stlar. Ilohim hammamizga nasib qilsin. Ichki salonga marhamat. Xo'p do'stlar, salonimiz orqa qismiga marhamat. Juda keng, qulay joy. Hech qanday torlik qiladigan holat emas. Yoshi katta odamlar bemalol 3-qatordagi odamlar bemalol o'tirsa bo'ladigan. Xo'p, shtorkalarimiz ko'rib turganlar juda chiroyli obshivka, korishniy salonlari bilan Bose akustika kirgizilgan. Mana hatto materiallar bir boshqacha formatda ishlangan do'stlar. Podstakanliklarimiz bor, eshik obshivkalarimiz qulay. Hatto mana ruchkalarigacha e'tibor berilgan. Yoshi katta odamlar bemalol chiqib tushsa bo'ladigan. Xo'p, patologlarimiz mana chiroqlar o'rnatilgan, alohida ruchkalar bor, alkantara patolog, deflektorlar o'rnatilgan. Mana bu yerda e'tibor beramiz do'stlar. Alohida passajirlar uchun alohida abagrev avto funksiyalarimiz bor va klimat kontrol ishlab turibdi. Mashinamizda ikkita lyuk, eng asosiy sidina, ko'rib turganlaringizdek kapitanskiy sidina, ikkala tomonda ham mana massaj funksiyalari kirgizilgan. Komfort haqiqatda do'stlar, ilohim hammaga nasib qilsin. Oldi salonga o'tdik. Xo'p do'stlar, oldi eshik obshivkalarimizga e'tibor berasizlar. Juda chiroyli aytilgandek dizaynlar qo'llanilgan bu Palisade'da mana pamyat sidina hamda massaj funksiyalarimiz to'liq elektropaket ishlatilgan. Mana nikel detallari chiroyli dizayn berib turibdi. Sidinamizga e'tibor beringlar do'stlar. Tamankalar odamni charchatmaydigan holatda, ligrovka sidina, hamma funksiyalarimiz bor xullas kelam. Xo'p, kuzovlarimiz 2025-oy mashina tandirdan uzilgan yangi holatda. Xo'p, rullarimizga o'tamiz. To'liq elektronli do'stlar. Mashina eng fulli aytib o'tirgandek, mana bu yerda ruchniklarimiz, orqa bagajniklarni ochish, hamma funksiyalarimiz qo'shilgan. Oddiy ishlanmagan bu mashina to'liq koja torpedka, mana nikel detallari bilan juda chiroyli to'liq torpedkamiz kojinli head-up displeyni ko'rishimiz mumkin va bizni kattagina sensorli monitor kutib oladi. Xo'p do'stlar, avtomobilimiz start stop knopkalari mana rul orqa qismida joylashgan, uzatmalar qutisi juda qulay, Mercedeslarga xos desak bo'ladi. Xo'p, biz kattagina monitor, sensorli albatta, mana bu yerdan xohlagan funksiyalarni boshqarsa bo'ladi. Xo'p,
pastki qismimizga o'tamiz do'stlar. Mana bu yerda sidina isitish, sovutish, klimat kontrol, konditsioner hammasi mana sensor holatda. Rullarimiz isitish. Ko'rib turibsizlar do'stlar, juda chiroyli yog'och elementlari bilan bezatilgan. Hammasi bir ovalniy doira shaklidagi dizayn ishlatilgan. Xo'p, mana 360 kamerali 3D holatida head-up display. Aytib o'tilgandek, mashina eng fulli, ya'ni formatik, to'rtla balon tortadi, 4VD. Mana bu yerdan bemalol xohlagan rejimlarga o'tkazsanglar bo'ladi. Snow, Mode, Sand, Sport va bir nechta eko rejimlarimiz bor. Mana oldi tarpetkamizga ham e'tibor beringlar. Yog'och elementlar, koja va bu yerda yetarli darajada bardachak va uni tepasida ham bunaqa sekretniy joyimiz bor ekan. Ancha-muncha narsalar qo'ysa bo'ladigan. Konsolga marhamat do'stlar, juda chiroyli konsol. Ko'rib turganingiz besprovodniy zaryadka bor, ikkita podstakanik, Type-C larga joy bor. Mana ultrafioletli filtr bor. Bu narsa telefonlarda, perchatkalarda bakteriyalardan tozalab beradi. Va bu yerda biz mana kichikroq yana barimiz bor. Ko'pgina narsa sig'adigan joy, juda chiroyli dizayn bilan ishlangan. Xo'p, mana orqa oynalarimiz ko'rib turganlaridek elektronli do'stlar. Mana shoferga juda qulaylik beradi va yuqori qismda aytib o'tgan Alcantara patolog, lyuklarimiz. Hop, mana ikkita lyuk orqa oldida. Do'stlar, avtomobilimiz kalit qismini aytishdan chiqib to'liq full parkovka rejimlari hamma funksiyalarimiz qo'shilgan. Ushbu avtomobilimiz 334 ta ot kuchi, 100 km ga gibridniy ustanovka bilan 8 litr atrofida benzin rasxod qiladi. Hozirgi kunda kurslar bo'yicha 64,5 ming atrofida dastavkasi bilan to'g'ri kelyapti. 20 ming, 22 ming atrofida rastamoshga taxminan hisoblayapti. Inshaalloh O'zbekistonga borganda yana to'liq ma'lumotlarni qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildik. Duo qilib qo'yasizlar. HM Group sog' bo'linglar do'stlar. Hammamizga nasib qilsin.